Assalomu alaykum. Foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni tishlar va til haqidagi ayrim ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Tishlar ovqatni tishlab, uzib olish, chaynash va so'zlarni talaffuz qilishda ishtirok etadi. Tishlar tuzilishiga ko'ra ikki xil: sut tishlar va doimiy tishlarga bo'linadi. Sut tishlari 20 ta bo'lib, bolaning 6 oyligidan 2 yoshigacha bo'lgan davrda chiqadi. Bolaning 6 yoshidan to 12 yoshigacha sut tishlari doimiy tishlar bilan almashinadi. Doimiy tishlar soni 32 ta bo'lib, yuqori va pastki jag'da 16 tadan joylashgan. Tish toji, bo'yni va ildizi kabi 3 qismdan iborat. Tishning bizga ko'rinib turgan qismi koronka deb yuritiladi. Tishning milkka birikkan joyi bo'yni, jag' suyaklariga birikkan qismi esa tish ildizi deb nomlanadi. Til mushakdan tashkil topgan a'zo bo'lib, og'iz bo'shlig'ida joylashgan. U ovqatni aralashtirib, ta'mni aniqlash va tomoqqa o'tkazish vazifasini bajaradi. Til 3 qismdan, uchi, tanasi va ildizidan iborat. Ustki shilliq qavat bilan o'ralgan qismida mayda nerv tomirlari joylashgan bo'lib, ovqat ta'mini aniqlashga xizmat qiladi. Tilning uchi va yon tomonlari tishlarga tegib turadi. Ildiz qismi esa tomoq sohasiga o'tib ketadi.